Mana Kumushkonda ziyoratgohga chiqib oldik. Bemorlarimiz bilan birgalikda 7 kun mobaynida ruhiy, jismoniy tomonlama biz shakllandik, ozgina o'sdik, nafas mashqlarini ham bajardik. Natijada bugun mana birgalikda deyarli 5 kilometrdan 10 kilometrgacha yurish imkoniyati bo'ladi. Hozir umuman olganda yarmiga harakat qildik. Buyog'iga yana yuramiz. Ozgina ularning fikrini bo'lishmoqchimiz. Nima deyishmoqchi, nima deb qo'yishmoqchi. O'tkazgan kunlaringizga rozimisiz? O'zi aslida, ha? O'zgarishlar bo'lyaptimi? Nimadir oldinglarmi yo'qmi? Kimdir gapiradimi yo'qmi? Ozgina o'zinglardagi o'sha taassurotlarni, nima kasallik bilan kelganingiz, qanaqa natijalar oldingiz yoki qanaqa kamchiliklar bo'ldi, hammasi bo'yicha nimadir ulashsanglar, ozgina xursand bo'lgan bo'lardik. Mana marhamat, kim gapiradi? Gapiring, pajozda. Assalomu alaykum azizlar. Mana biz ziyoratgohga keldik, Kumushkon ziyoratgohiga keldik. Allohim mana Xudoya Bahodirjon Tanijonni savob bo'lsin. Bizni mashinalarga olib keldi. Mana 7 kun davolab, 10 kun davolab mana shu yerlarga olib kelishdi. Biz juda ham zo'r taassurotlar oldik. Rahmat. Taassurotlarimiz juda yuqori. Mana o'zimizga ishonmagandik shu yoqqa chiqishlarga. Bemorlar chiqib kela oldik. Allohimga behisob shukr. Hech o'zimga ishonmagan edim, men shaxsan o'zim chiqa olamanmi yo'qmi derdim, Allohga behisob. Chiqdik, mana namozlarni, peshin namozlarini shu yerda o'qidik. Ziyorat namozlarini o'qidik. Allohimga behisob shukr. Ancha o'zimizga yaxshi taassurotda qoldirdik. Hammanglarga rahmat, kelinglar sizlar ham. Bahodirjon Tanijoni sog' bo'lsin. Bizlarga shularga olib mana aylantirib ketyaptilar. Hammanglarga kelishinglarni taklif qilaman. Rahmat, e'tiboringlar uchun. Nima kasallik bilan keluvdingiz, ayting. Aytavering, o'sha buyrakda shamollash. Buyrak shamollashi, katta temperaturada kelib, turg'ilab berib, ahvolim og'ir ahvolda kelgandim. Mana Xudoga shukr, 12 kun davomida zo'r bo'lib chiqdik. Mana o'ynab kulib, kasal ko'rmaganday bo'lib ketdik. Mana bu yoqqa chiqib tushishga kuchingiz bormi yo'q? Bemalol kuchim yetadi. Allohga behisob. Yo'q. Asrashlar yo'q. Nafas mashqlari kamroq bo'lib qoldi. Salgina. Yana qo'shishimiz kerak-da o'zi. Yana bu narsani 40 kundan 70 kungacha qilsangiz, sizga o'zi odatga kiradi. Yanada yosharish boshlaysiz. 1 yilda kamida 5 yil yosharish imkoniyati bor. Faqat qatnashish emas, men uyda ham shu tashqi nimalarni qaytaryapman. Uyda o'tirib ham qaytaryapman. Mashqlarni kela olmagan vaqtimda uyda o'tirib ham bilganimcha esimda qolganlarini qaytarishga harakat qilaman. Endi bu yoqda yana ozgina mavzularimiz bor. Tabiiy giyohlar, ular bo'yicha ozgina ilmlarni berib o'rsak, sizga doktor ham dori ham kerak bo'lmaydi-da. Rahmat jonim bolam. Chiqib ketish yo'llarini уже o'rgandinglar. To'g'rimi? Qani siz ham taassurotlaringizni ayting. Zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum azizlarim. Shu opamning gaplariga qo'shilgan holda mana yo'q, qo'shilgan holda men ham shu больницаga qattiq nimada keluvdim. Kuchli shamollashda, yuragim shamollagan edi. Temperatura bilan keluvdim. Shu tabiiy muolajalar bilan, mashqlar bilan Xudoga shukr yaxshiman. Mana hozir mana Kumushkonning nimalardan chiqdim, ziyoratgohiga chiqib keldim. Bellarim ham, oyoqlarim ham yaxshi. Xudo xolasa yana ham yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa yana ham harakat qilsak, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Beldagi og'riqlar kamaydi. Beldagi og'riqlarimiz hali qiyshayishlar bor. Hali qiyshayishlar bor, lekin bo'g'imdagi og'riqlar ham bor. Ninalar bilan davolashyapti, mayli, tanjonlari sog' bo'lsin. Rahmat hammasiga. Mashqlar yoqdi bizga, kelinglar. Payla cho'zilib qoldimi? Payla cho'zildi. Yana ozginadan keyin shpagatlar qilamiz, Xudo xolasa. Ozgina. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Tanjoninglar sog' bo'lsin, doktorlarimiz omon bo'lsin. Mayli, rahmat. Mana men qisqa qilaman. Men kelganimda ahvolim haqiqatda og'ir edi. Boshimni ko'tara olmasdim. Oyog'imda o'zim yura olmasdim ham desam bo'ladi, chunki yurishim juda qiyin edi. Xudoga shukr, eng birinchi to'g'ri ovqatlanish kerakligini tushundim. Bu narsaga men uncha ahamiyat bermasdim, lekin eng birinchi xatoyim shundaligini tushunib yetdim. Hali yana bemalol ko'proq aytarman. Menda natija yaxshi. Mana o'zim oyog'imda yuribman. Nafas olishim ham yaxshi. Mashqlar foyda berdi 100%. Kelgandagi holatingiz ayting. Yo'q, kelgandagi holatim aytayapman, men yurishim, kallamni ko'tarishim yo'q edi. Tashxisda stresslar bor edi. O'sha tashxis Stresslarning natijasida bu qizimizda nima bo'ldi? mana ushlab ayting. Yo'q, kishiga boshida hattoki darslar ham kirmadi.
mashqlarni qildirsak, mashqlar ham majbur bo'ldik. Boshida dori-darmon berdik. Dori-darmon bersak tinchlantiryapmiz. Uxlayapti, lekin uyg'ongandan keyin boshi garang, xum, kuchli og'riqlar bilan bo'ldi. O'sha psixologik antidepressantlarni berdik. Aynan nevrologik dorilarni berdik. Bo'shashdi-ku, lekin tiklanmadi. Ko'rgani bilan qila olmadi. Mana o'zlari aytayapti. Asta-sekin biz dorini aynan sog'lomlashtirishga o'tganimizdan keyin dorilarni to'xtatdik, mashqlarni kuchaytirganimizdan keyin o'zi charchab, indamasdan uxlab qolish boshladi deb o'ylayman. To'g'rimi? Ertalabki mashg'ulotlarga nima bo'ldi? Tura olmay qoldimdek. Hozir dorisiz uxlayapman. Ertalab mana bemalol uxlayapman. Men uyqumda umuman muammo bor. Men kechasi bilan uxlamasdim. Stressdan chiqib qoldingiz. Ha, hozir birinchi qiladigan ishingiz ham ayting. ha, birinchi qiladigan ishim uyda anaqasini devorlardagi energiyasini tozalash. Uy muhitini tozalash. Sveje qilamiz, o'zimizni tanamizga munosib, yaxshi kayfiyatda, yaxshi energiyalar. Chunki ha, bu joyda alohida intervyu beraman. Nimaga kecha uyga borib kelganimda anaqa qilayda. U uyga borib kelib bu katta nimada? Bugungi holatim mana hozir yuribman. Kecha men uyda yura olmaydim. Lekin Bansada yuribman. Bu mana shu uyda muhiti yaxshi emasligidan-da. Endi borib birinchi qilgan ishim uyda muhitini o'zgartirish, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish. Harakat, kayfiyat birinchi. Yo'q, hammasini qilamiz. Xudo xolasa nasib keyingi 10 kunlikka onam bilan otamni iloji bo'lsa o'zim ham qo'shib kelmoqchiman. Nasib kimga beray? Mana kasallar har 6 oyda davolantirish kerak degan narsa bor-da. O'sha narsaga ko'pincha qo'shilmadi. Nega? Nima uchun kasallar yana qayta kasal bo'lyapti? Oxirigacha izlashga bordik. Oxiri biz psixologiyaga tabiiy yo'nalishga olib bordik. Ustozlardan ilm oldik. Hozir haqiqiy tabiiy yo'llar bilan dori-darmonlarni to'g'ri kerak. Ekstremniy holatdan chiqarganda keyin insonlarni to'g'ri turmushga boshlash, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish. Bu yerda qayta klient qilish emas. Maqsad ularni o'rgatish emas. Ularni to'g'ri turmush tarziga tushirib yorib, ular ham boshqa insonlarga haqiqiy salomatlikni yetkazish, tarqatish. U 4 ta narsa bilan bog'liq, tana jihatidan deyman-da. Birinchisi harakat. To'g'risi e'tibor bergan bo'lsanglar, yosh kattalar kelinlarga yumush berib qo'yganimizdan, pensiyaga chiqqanimizdan keyin kasalliklar paydo bo'lganda. Tushunasizlarmi? Harakat kamayishi bilan dangasalik paydo bo'lishi bilan kasallikka e'tibor berish boshlaymiz. Ikkinchisi, o'zbek zoti ko'pi ovqatlanish texnikasini noto'g'ri qiladi. Noto'g'ri ovqatlanamiz. Ularni o'rgatyapmiz hozir. Doimiy ravishda qovog'imizni osib yuramiz. Bunaqa yurgan holatimizda faqatgina noto'g'ri fikrlar keladi. Tushunasizlarmi? Kayfiyatda, tiqqadi qomatda, nim tabassumda yurishimiz kerak. Payg'ambarimizga qanaqa ta'rif berishgan? Tiqqadi qomatda, nim tabassumda yuradigan zot deb. Ana shuni sunnat holati. Sunnat holatida yurgan musulmon inson kasal bo'lmaydi. Ana o'shaning uchun mana shu narsalarni hozir xalqimizga o'rgatish. Maqsad sog'lom hayotni, sog'lom xalqni barpo qilish. Maqsadimiz shu aslida. Bizniki Nurafshon, To'tepa, Toshkent viloyatida. Endi ikki xil yo'nalish bo'yicha ketyapti bizda. Lechenelar birinchisi dori-darmon bo'yicha ketyapti. Oldin o'zlariga ishonchi bo'lmagan, dorisiz tuzalmayman deydigan insonlarga boshda qilamizda, yengillashgandan keyin uzoq 5 kun. Asta-sekin sog'lomlashtirish nimasiga o'tkazaveramiz. Harakat, nafas mashqlari, yoga beramiz. Ushu mashqlari bor, meditatsiya degan narsalar bor. Bizda seminarlar bor psixologik. To'g'ri ovqatlanish bo'yicha, Ibn Sinoning ta'limoti bo'yicha hozir ma'lumotlarni ulashib boramiz. Daftar ruchka qilib yozishadi, biz bergan topshiriqlarni bajarishadi. 7 kun jismoniy, ruhiy, qalban tayyorlaganimizdan keyin insonlarni 8-kuniga mana o'zlari yurib chiqishyapti. Maqsad bugun bu yoqqa 5-10 kilometr yurish, o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirishda, hosil qilish. Birinchi kungiga nisbatan
ancha farqingiz bormi bugungi kunga nisbatan? yurar mana shu allergiyam bor. Uncha anaqa diyazlarni ichardim. Bilmasdim o'sha diyazlarni bir yordam bergan. Bugun kechqurun ichib yotdim. Rosa uyqum keldi. Chunki menga ta'sir qilyapti. Chunki qon yaxshi aylanyapti. Shunaqa. Shu diyazlarni yaxshi ta'sir qildi. Endi shu hayotni kamida 40 kun yashasangiz sizga odatga aylanadi. Shu hayot sizni haqiqiy salomatlikka yetkazadi-da. Na doridan, na vrachdan topasiz nimani. Haqiqiy shifo o'zimizning ichimizda. O'sha narsani ko'rsatib bera olishimiz kerak. Ishonch kerak deng. Da, uni kinezolog emas, Koreyadan kelgan igloterapevt, neyropatolog mutaxassislarimiz bor, professor. Igloterapiyga o'tyapmiz. Mana men oyog'im mashqdan buyog'i kesak bo'lib qoladi. Massajlar bor. Massajlari zo'r. Endi ko'proq yurisham kerak. Albatta. Nimadan yurisham bo'lsa yaxshi, bolalarga foyda beradi. Avval doktorlar bilan muomalada bo'lib, ularning yaxshi tavsiyalarini amalga oshirib, bergan dorilarni vaqtida ichib, undan keyingi jismoniy mashqlarini hammasini bajarib, insonni ruhiyati toza bo'lishi kerak, o'shanga ishonish kerak. Mana shu yosh yigit shunchalik darajada ilmini oshirib, bizga o'xshagan yosh katta ayollarni, erkaklarni hammasini davolayapti. Avvalambor bularni dunyoga keltirgan ota-onasiga ming rahmat. Shunaqa klinika ochibsiz, bundan ham kengaytiring. Sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Mana shu bizani tarafdagi mana shu nima desam bo'ladi? Machtali bo'la deydi bizning tilimizda. Biz shu katta bo'lganmiz o'zi, men shu yerga kelin bo'lib tushganman. Hamma odamlar kelsin, mana mashqda o'tirib shular maslahat beradi, adresini aytadi, borib davolaninglar. Mana davolangan odamlarning gaplarini eshityaptinglar. Men shularga qo'shilaman. Suvlari ham yaxshi, hammasi yaxshi, zo'r. Doktorlari ham a'lo. Doktorimiz ham a'lo. A'lo motivatsiya berib qo'yadi. Bilmadim. Bahodirjon. Ana Bahodirjon bir reklama qilish kerak. Rahmat. Tan joni sog' bo'lsin. Rahmat.